Durona ayrim ayollarimiz mana yoz kelyapti, yo yubka kiyolmaydi tomirlarini xunukligidan yoki uni bekitish uchun yozgi issiq kunlarida ham shimda yurishadi. Bahor va yoz mavsumi boshlangandan keyin ayollarimizda oyoq qon tomirlarini venalaridan kengayishga xijolatchilik boshlanadi. Buni zamonaviy yechim bizning klinikamizda mavjud. Agar mabodo ayollarimiz oyog'idagi qon tomirlarini kengayib ketganligidan xijolat tortayotgan bo'lsanglar, bizning klinikamizda operatsiyasiz tomirlarni skleroterapiya usuli bilan davolash usuli mavjud. Bemalol kelishingiz mumkin. Bir kunda o'zida analizlarni topshirasiz. Bir kunda o'zida bu muolaja sizga o'tkazib beriladi. O'sha kunda o'zida bemalol uyingizga ketishingiz mumkin. Oldingidek 1-2 kunlab yotib, davolanib, perevazka qilib, juda ko'p ovoragarchiliklar endi yo'q. Bizning klinikamizga murojaat qilsangiz, sizning oyoqlaringizdagi vena tomirlarini kengayib ketganligini bir kunda o'zida bartaraf qilib beramiz. Bu zamonaviy usul hisoblanadi. Bemalol bizning klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin.